Bugun ilm olayotgan, izlanayotgan va yaxshi natijalarga erishayotgan yoshlar juda ko'p, ammo ba'zida turli ko'ngilsizliklar keltirib chiqarayotganlar ham yo'q emas. Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida ayni shunday holat sodir bo'ldi. Chug'urtma qishlog'ida 19 yoshli yigitni bir necha yoshlar shafqatsizlarcha kaltaklagani aytilmoqda. Yigitni kaltaklaganlar hozir qayerda? Jabrlanuvchining sog'lig'i qanday? Hodisaga aniqlik kiritish maqsadida muxbirimiz Muhriddin Jalolov manzilda bo'ldi. Nuribek qo'rqma. Tez yordam chaqir. Siz videoda ko'rgan mazkur holat xuddi ana shu manzilda sodir bo'lgan. Biz mavzuga aniqlik kiritish maqsadida G'uzor tumani Chug'urtma qishlog'iga yetib keldik. Ma'lum bo'lishicha, kaltaklangan yigit aslida taksi haydovchisi sifatida ishlagan. U o'sha kuni 9-sinfda o'qiydigan bir qizni mashinasiga mindirgan. Buni ko'rgan qizning yaqinlari esa holatni boshqacha tushunib, g'azab bilan yigitni ura ketishgan. Chugurtma mahalla fuqarolar yig'ini raisi ma'lum qilishicha, kaltaklangan yigitlar shu mahalladan, jabrlanuvchi esa qo'shni Guliston mahallasida yashaydi. Oldin ham shu bola bir marta mashinasiga bindirib olib kelib tushirgan vaqtda uni qarindosh yigitlar dakki bergan u bolaga-da. Keyingi holatda yana to'g'ri kelganligi yoki o'shanga minganligi uchun hozir uncha aniqlikka ega emasmiz, lekin haqiqatan mingan, mahalla ichiga qarab yurgan. Biz jabrlanuvchi yigitning ahvolini bilish uchun tuman shifoxonasiga bordik va u bilan suhbatlashdik. Men shu soat 12:30 atrofida taksi qilib yurdim, bu liniyaga, G'uzor liniyasiga yuraman. Keyin qiz o'zin bir dugonasi rektor bor ekan maktabga, 2-maktabga Kimyofandan. Keyin qiz men ham bormoqchiman dedi. Keyin meni ham shu olib boring dedi. Keyin bordik, soat 1lardan o'tib bordik. Rektor markazi hech kim yo'q ekan. Keyin ayam telefon qilib qoldi, maktabdan olib ketdi. Qiz men mashinaga mingan edi. Bir Nexia'ga 3 ta 4 ta bola keldi. Ular bir marta urib yotqizib tashladi. Keyin 4 ta 5 ta odam chiqib ajratib qolishga ulgurdi. Ajratdi ham, keyin men ajratib 20 metrlik qochdim, izining 3 tasini yana quvib keldi-da, urib tashladi. Meni maqsadim o'g'izga hech qanday g'araz niyatim ham, hech qanday boshqa maqsadim yo'q. Men onamni maktabdan olib, keyin uni ham rektorga bormoqchi edim. Hozirda bemorimiz ancha yaxshi. 2-3 kunlarda javob berishga rejalashtiryapmiz. Hozir mana ijtimoiy tarmoqlarda jigari ezilgan, ichki sohalariga zarar yetgan degan ma'lumotlar yozilgan ekan. Jigarlarini hammasini 3 kun izmiz, bizlar ham xavotir olib 3 kun izmiz UZI apparatga tushirganmiz. UZI apparatlar hammasi yaxshi chiqqan. Hozirda mazkur holat bo'yicha tuman ichki ishlar bo'limi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilayotgani haqida ma'lum qilishdi. Muhriddin Jalolov, Yorqin Bobonazarov, Ovoza informatsion dasturi uchun Qashqadaryodan.